Mana 2025-yil 14-may holati mana lalama joyda ekilgan kovraklarimiz mana pishish holatiga keldi. Pishgan kovraklar mana bariga ichida qolgan. Aha, mana sochini mana shu tartibda olinadi. Salpasini ko'rsatdan ildizdan ko'rin. Sochi ildizdan sochi olib mana ustiga qo'yiladi ildizning unisini. Ildizning ustiga soch qo'yilib, ana ustidan to'rtloq yopiladi mana. To'rtloq yopilyapti, ana ustidan soch qo'yildi. To'rtloq yopilib, mana ikki holatda bariga qo'yiladi mana. Ustidan kesak qo'yadi. Ertaga topib olish maqsadida qo'yiladi bu belgisi. Mana shu tartibda yopiladi.